Hammaga salom. Bugun biz sochini yevropeyskiy, ya'ni boshqacha usulda olib ko'ramiz. Sochi bosh formani ko'ryapsizlar, sal qulog'i chiqib qolgan, o'shaning uchun yonini ko'p oqartirmaymiz, ya'ni soch ustiga tushib turadi quloq. Agar ko'p olcha olsa, juda ham g'alati xunuk bo'lib qoladi. O'shaning uchun uzunligini o'lcha olmaymiz. Deyarli formaga solib orqalarini ham ko'rishlar mumkin, yotib qolgan. Orqa bosh forma ham sal ichiga kirgan ekan. Peshona qismi normal. Soch ham volnistый, ya'ni sal uchlari jingili, tomonlari yaxshi. O'shanga moslab bitta sochni jingali tekisligini inobatga olib cho'tka qilamiz. Bolni birinchi qismlarga ajratib olamiz, bo'limlarga. Tepa bilan orqani ajratib olamiz. Keyin shu tabiiy yo'nalishda bu tomondan shu yo'nalishda bir tomon bitta qismi tayyor, ikkinchi qismi qo'limiz bilan belgilab olamiz va shu burchagidan bitta chiziq tushiramiz. Mana bola hammasi oddiy va oson, sodda. Xuddi shunaqa burchagini aniqlab oldik. Qarorga qo'yamiz. Bu tomonga tushyapti. Demak, shetdan ikkiga ajratiladi. Yoqib qo'yamiz. Bo'ldi. Tomon tayyor bo'ldi. Hammasini tarov yordamida tabiiy qismlarga ajratib olyapman. Oson. Tomonga cheklayapti. Demak, boshdan ikkinchi chiziq. Buni baqa. Ko'ryapsizlar bolalar, bitta qism, ikkinchi, uchinchi qism orqasi. Endi qayerdan boshlash degan savol keladi. Sochni orqa tomonidan olinib boshlanadi. Ya'ni modkatlarda har doim orqa tomoni birinchi olinadi. O'shanga e'tibor beringlar. Bosh formasi sal anaqa, ya'ni normal anaqa emasda, formasi cho'tka emasda, bosh formasi sal anaqasi bor, shitda suvi bor. Demak, biz bu tomonni uzunroq, bu tomonni kaltaroq qilishimiz kerak. Orqa sochni sal o'shanga moslab to'g'rilab qo'yamiz. Mana o'rtani ajratib oldim. Endi o'rtani birinchi boshlab, birinchi e'tibor beriladi qalbidan bo'lgan. Forma berayotganda har doim klientni yoniga qo'yiladi. Orqasidan san boshlaymiz.
Buni uzunligini endi orqani tomondan kesamiz. Yana chapasidan. Bu yo'nalishda. Kaltaroq, past kaltaroq, bu tomon uzunroq qoldi endi. Buni ustiga biri-biriga yotsa, bitta ob'yom hosil bo'ladi. Buni bolalar tepaga tortib olamiz. Mana shu yo'nalishda tepaga tortib olamiz. Tepaga tortib, ya'ni forma bu tomon bunday chiqqan bo'lsa, bunday pastrog'i bunaqasiga ketadi. O'shanda bu tomon ko'proq qoladi. O'rtasi kamroq qoladi. Buni ham po'yinqa chiqamiz. Nimaga tepaga tortib o'sha mana bolalar deyarli tayyor bo'lyapti bir tomon. Tomonda ob'yom bo'lsa, bu tomonga tushsa, buni baqa taralib shu yo'nalishda ketish kerak. Biz ya'ni orqasidan namuna olib kesamiz, ya'ni orqasidan oldik namunani. Shuncha kesa olishimiz kerak. Shu yo'nalishda kesib olamiz. Endi orqasi shu yo'nalishda. Bolalar endi cho'lkasini bosh bo'lmay qo'yamiz. Baqa yotyapti. Shuni yotyapti. Demak, mana shu joydan ajratiladi bizlar. Bu tomon tepasi уже baqa soch tushmaydi, qaranglar. Shu yerda qolib ketadi. Shu cho'lkada bu tomon. Shu yerda qolib ketadi. Bu tomon cho'lka. Ajratish oson bo'ladi. Shuni davomidan ajratib peshonaning o'rtasida belgilab oldik. Shuncha kesib olamiz. Chiqamizmi? Shu yo'nalishda olib chiqamiz. O'shanda bu tomon uzunroq, bu tomon kaltaroq qoladi. Bu tomon kaltaroq, bu tomon uzunroq qoladi. O'shanda shu yo'nalishda bemalol yotib beradi. Taroqni qo'ydik. Buning uchun o'rtasida mana taroqni yuyib yotqizsa, bu tomon pastroq, bu tomon ham pastroq, o'rtasi sal ishgan. O'shaning uchun o'rtasidan boshlab olinadi har doim. Cho'lkasini kaltaligidan cho'lkasini kaltaligidan mana kesamiz. O'yinqa ustunida Endi orqasidan olamiz. Shu yo'nalishda orqasidan boshlab ko'ryapsizlar. Endi bu tomonni olganimiz uchun sochni shunday tepaga ko'tarilyapti. Mana shunday ko'tarilyapti. O'shanda bu tomon uzunroq qoladi, ya'ni orqa sochga mos bo'lib qoladi. Ikkinchi qism mana. Ikkinchi qismni ham olamiz. Orqa qismini jog'iga moslaymiz. Jog'iga moslab.
xuddi shu qo'limizni zich olib turib mana barmog'ini olib turib shu yo'nalishda olamiz. Ana bolalar, bu tomon tayyor. Endi bu tomoni. Mana shu morskoy so'l bizga yetadi. Morskoy so'l bilan matoviy pasta ishlatamiz, bo'ldi. Matoviy pastani xo'rligida ishlatib qo'ymaylar, uni buzib yuboradi. Morskoy so'lni hamma joyi sepamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu ya'ni motka degan qulog'ini yopildi. Cho'lka ham, peshona ham qismi yopildi. Endi to'g'ridan ko'ringlar, to'g'ridan qanaqa boshqacha ko'rinib beradi. Ko'rib sizlar ham shunaqa bittada qilsanglar esinglarda qoladi shu narsa bolalar.